bilasizlar, ayollarda tug'ruqdan keyin har homilador bo'lganda nagruzka mana shu belga tushadi, именно поясничный отделda poslonoklarga va bu borgan sari ichkariga qarab kirib ketishni boshlaydi. Qorin katta bo'lgan sari qorinni ko'tara olmaydi, doim ichkariga qarab kirib ketadi. Ichkariga qarab kirgandan keyin bu mamutdagi kisheshniklarning o'rnini egallab oladi, kisheshniklar tashqariga qarab itarilib qoladi. Beli ya'ni giperlardoz holatiga keladi. Giperlardoz bo'lib ichkariga kirgandan keyin bu yerda ham ezilish yuzaga keladi. Umurtqani oralari va bunaqa yaqinlashib qoladi. Ya'ni umurtqa o'tiradi. O'sha ayolning bo'yi borgan sari har tug'ruqda pasayib boradi. Bu pasayib borgandan keyin bu yerda ham позвоночный protruziya, grijjalar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi va belida og'riq bo'ladi. Ayniqsa tug'gan ayollar 6 oy, 1 yilgacha bellari og'rib yuradi, chunki beliga nagruzka yaxshigina tushgan bo'lar ekan. Endi bel umurtqaga nagruzka tushib, bel umurtqa pasaygan sari nima bo'ladi? Mana bu grudnoy отдел bilan mana bu тазовый крылоning orasida joy bor, hammamiznikida joy bor. O'sha borgan sari yaqinlashib boradi. Yaqinlashib boradi. Mana bu yerdagi do'stim nima qilar ekan? Kamayib qolar ekan. Bu borgan sari yaqinlashib borgandan keyin mana bu kisheshniklarimizni ko'ryapsizlar. Ichaklar, oshqozon, jigar hammasi mana shu grudnoy kletka bilan тазовый крылоning orasida turgan narsalar bu yaqinlashgan sari mundoq bo'lib siqilishni boshlaydi. Tushundinglarmi? Siqilishni boshlaydi. Bular hammasi bir-birini sekin-sekin ustiga tushishni boshlaydi. Ya'ni o'zi har tug'ruqdan keyin homiladorlikdan keyin mana shu ichki organlar o'zini joyidan pastga qarab siljishni boshlaydi. Ya'ni опущение внутренних органов. Tushundinglar? Ular borgan sari pastga tushgandan keyin pastdagi matkani ham ezishni boshlaydi. Ezgandan keyin nima bo'ladi? Matkalar ham sekin pastga tushadi-da, matka опущениялari yuzaga keladi.